Rafinha Fransiyaga qarshi bo'lib o'tgan o'rtoqlik o'yinida jarohat olgani aytilgandi va hozirgina Braziliya Futbol Federatsiyasi Rafinyaning o'ng oyoq sonida mushak jarohati aniqlanganini tasdiqladi va u Barselonaga qaytadi. Rafinha qancha muddatga safdan chiqqani hozircha noma'lum do'stlar. Barselonaga qaytgandan keyin u qayta tibbiy ko'rikdan o'tadi va o'shanda Rafinha qancha muddatga safdan chiqqanini bilib olamiz. Flik uchun albatta bu noxush xabar, chunki Barselonaning yetakchi futbolchisi lider safdan chiqyapti va eng yomoni, bu xabarning eng yomon tarafi, u qanchaga chiqqani hozirgacha noma'lum. Mushak jarohati odatda 2 hafta yoki 1 oy davomida, agar o'sha aytaylik birinchi darajadagi jarohat bo'ladigan bo'lsa, mana shunday malakalanadi, futbolchi jamoasiga yordam bera olmaydi. Agarda jiddiyroq bo'ladigan bo'lsa, bu endi do'stlar, o'zi Braziliya hujumdagi futbolchilarini, Rodrigoni yo'qotdi, endi Rafinha, endi bu yog'iga menimcha ehtiyot bo'laverish kerak. Mana shunday o'rtoqlik o'yinlarida yulduzlarga menimcha mundialga o'zi kam qolyapti. 60 necha kundir qoldi, 67 kun adashmasam, va jiddiy futbolchini yo'qotyapti Braziliya va Barselona.